1 million so'm bor, quyondan yiliga qancha pul chiqadi? Hozir aniq hisob-kitob qilamiz. 1 million so'm bilan nima olish mumkin? 10 ta ona quyon, har biri 80-100 ming so'm. 2 ta erkak quyon, har biri 80-100 ming so'm. Qafas, yem, suv idish, qolgan pul. 1 yilda 10 ta quyondan 300-400 ta bola. 8-12 haftada har biri 2-2,5 kiloga yetadi. O'zbekistonda talab oshmoqda. 300 ta quyon 2 kilodan 600 kilo go'sht. 600 kilo 40 ming so'mdan 24 million so'm daromad. Sof foyda 14-16 million so'm. Go'shtdan tashqari jun, go'ng, nasl quyonlar. Angora quyoni junidan 1 kilo 500-700 ming so'm. Gong organik o'g'it sifatida sotiladi. Nasl quyon 150-200 ming so'm. 4 tomonga pul. Lekin xavflar ham bor. Kasallik kelsa ko'p zarar. Bozor topish kerak. Birinchi yil qiyin, tajriba kerak. Yechim, vaksina, toza joy, ishonchli bozor toping, keyin daromad kafolatlangan. Bu haqiqat. Siz quyon boqasizmi? Pastga yozing. Keyingi videoda yanada qiziqroq. O'tkazib bormang. 100 ga birga yetamiz. Obuna tugmasini bosing. Mana bugun Qoraqamish qush bozoridan quyonni bolalarini puliga 5 ta dona burlar oldim. 5 ta dona. Har holda 10 yo'qolib qolmasligi uchun quyonni bolalarini puli 10 yo'qolib qolmasligi uchun quyonni bolalarini sotdim, o'rin 5 ta dona oldim. Bundan qolgan pulga esa yem-pemlar olinadi endi. Hop, bugun 30-may. 30-may. Bular mana hali kichkina bular. Deydi 15 kunlik bo'lsa kerak, egasi 20 kunlik dedi. 20 kunda o'zi ko'pgina bo'ladi. Bular adashmasam 15 kun bo'lishi kerak.